Qara, kirat qilib ketsang qara lekin. Qani 3 bedana. Ana bismillah. O'xti. Buni sayrog'i juda ham go'zal, tabiiy, mesni bedana Bahrom aka. 3 kishi kelyapti, to'g'rimi? Shu otxonalarda sayrab yuraversin. 3 kishi kelsa uchiramiz lekin. Zo'rlash yo'q. Uchirib olgisi kelyaptimi? Uchirib olgim kelyapti, ruxsat bersangiz uchirib olaman. Faqat 3 bedana. Bizani lekin klubimizdan begona joyga uchish yo'q. Mana shu atrofda uchgan, xo'pmi? Mana shu atrofda masalan qo'yib olaman. Xo'pmi? Всё, mana. Qo'yib Ma'lummi, Amira? Конечно, да. Rozimisan? Rozimman, Всё, попробуем. давайте, 3 bedana ketdi. O'xti. Ana. Ketdi. Ana ketdi. Mana shu yerda yuraveradi endi. Sayrab yuraveradi. Bahrom aka, bu yerda tayyorgarliklar avjida. Qanaqa ko'rgazma bo'lyapti? Bu yerda hozir Jahon Kubogi saralash bosqichi bo'lib o'tyapti. Yana ko'rgazmalar bo'ladi. Qarang, 23-dan boshlanadi, 24-da ofitsialniy ochilishi, ertalab 9:00 musobaqalar boshlanadi. 15:00da ochilishi ofitsialniy seremoniyasi bo'lib o'tadi. Chet davlatlardan mana bayroqlar turibdi. 20 tada yaqin davlatlardan chavandozlar kelyapti, otlar kelyapti va mana shu musobaqa bo'lib o'tadi. Orasida 26-da qo'ylarni ham vystavkasini qo'yamiz. Qo'ylar, har xil zotli, arashan zotli qo'ylar, har xil qo'ylar bo'ladi va yo'da yana quyonlar bo'ladi. Har xil hayvonlarni vystavkasini ham qo'yamiz. Bemalol kelib, madaniy xordiq chiqarib, tomosha qilib ketsanglar bo'ladi. 4-moygacha musobaqa va vystavkalar bo'lib o'tadi. Qarang, qo'ylar, otlar bo'layotgan ekan, hattoki quyonlar. Bedanachilarni ham taklif qilsak bo'lmaydimi? Zo'r bo'lardi. Italiya bedanasini olib kelib, sayratib qo'yishsa. Italiya bedanasi bormi, O'zbekiston bedana, ana Akrom doda borlar-ku. O'shalarni ham chaqiringlar. Ana bedana ishqibozlari, sizlarni ham taklif qilyaptilar. Zo'r sayrog'larni olib kelishinglar mumkin. Bemalol olib kelib, xolasanglar, sotsanglar bo'ladi. Balki oladigan odamlar chiqib qolar. Bemalol bu yerda hech qanaqa arenda to'lamaysizlar. Bemalol kelib, nima deydi, mana shu sportga hissanglarni qo'shib, odamlarni mana shu hayvonlarga bo'lgan, nima deydi, o'zini xohishini kuchaytirsanglar, biz juda xursand bo'lamiz. Bahrom aka, bu yerda zo'r otlar ham keladimi? Ne to'q otlar, biyalar, deng. Biyalar ham keladimi? O'xti, ana ot ishqibozlari, kelishlikni tavsiya qilaman. Sanasi esinglardan chiqib qolmasin. Bemalol 24-da ochilishi, 4-moygacha musobaqa bo'lib o'tadi. Instagram sahifamizga qo'yib qo'yganmiz. Nima soat nechida bo'ladi? Ot yurttirish, ot sakratish to'siqlardan har xil yo'nalish bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tadi. Bizning o'zbekistonlik yosh chavandozlarimiz hammasi kelib o'zini mahoratini, o'zini otida mahoratini ko'rsatib, O'zbekistondagi hamma chempionlar va chet eldan kelgan chempionlar mana shu o'zimizning Universal Horses Stable'imizda o'zini mahoratini ko'rsatib, qo'ldan kelgancha mana shu O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarishga harakat qilishadi. Kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli tasvirlar hali oldinda.